Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Kuzatishdan charchamayapsizlarmi? Sizlar savollaringizga javob bermoqchi edim. Bitta rasmni buncha aylantirasan, erkakmisan, kimni qidiryapsan, qo'ysangchi, undoq edi, bundoq edi gaplar bo'lyapti. 15 fevraldan beri qidiraman, topolmayapman, to'g'risini aytaman. Ruvidi ham qolmadi, prokuratura ham qolmadi. Xotinim bo'lganligi sabab uni ham haqqi bor ekan. Meni mol-mulkimni olib ketsa yoki boshqa qilsa, uni ham haqqi bor ekan. Shuning uchun qo'limdan hech narsa kelmadi. Shu sababdan aytaman. Shu Yangiboy va Iqbol Odiljonovna, shu tepadagi qiz hozir qidiruvga berganman bor, to'g'risini aytaman. Topaman, xudo xohlasa topaman. Hammaga xudo bor. Lekin negativ fikrlaringizdan bir charchab ketdim, to'g'risini aytaman. Mayli, hammani o'z fikri bor. Rahmat sizlarga.